murattab qori, muhaddis olim, tariqat peshvosi, qoziq tabib, usta hunarmand. Qo'shimchasiga Piri Turkiston, Hoji Ahmad Yassaviyning suyukli nabirasi. Bugun biz Shayx Mustafoqul Xoja, ya'ni Suzuk ota haqida gaplashamiz. Shayx Mustafoqul Xoja 1140-yili Turkiston yaqinidagi Qorachuq qishlog'ida tug'ilganlar. Onalari Hoji Ahmad Yassaviyning yolg'iz qizlari, Gavhar Xushtoj. Otalari esa Hoji Ahmad Yassaviyning sevimli xalifalari, Hoji Valining o'g'li Ahmad al-Qorachug'iy, ya'ni Alixo'ja Hazrat. Shayx Mustafoqul Xoja yoshlikdan bobolarining xizmatlarida qoyim bo'lganlari uchun Hoji Ahmad Yassaviy ularni erkalab mening suzugim, ya'ni suyukligim deb nomlaganlar. Keyinchalik bu nom xalq orasida ham mashhur bo'lib ketgan. 25 ga kirganlarida otalari Alixo'ja Hazrat ko'rsatmasiga binoan Toshkentga keladilar. Shahar tashqarisidagi tepalik yaylovga joylashadilar. Ko'p o'tmay mahalliy xalq u zotning karomatlariga guvoh bo'ladi va atroflarida jamlana boshlaydi. 5 yil mobaynida muridlarini Yassaviy tariqati ta'limotlari asosida tarbiyalaydilar. Ularni hunar egallashga undaydilar. So'ngra yana ona vatanlari Qorachuq qishlog'iga qaytib ketadilar. U yerda ota-onalarining roziligini olgandan so'ng hunarmandlik bo'yicha ustozlari hamda hamqishloq qori va hunarmandlaridan 30 ga yaqin oila bilan Toshkentga ko'chib keladilar. 1170 va 75-yillar oralig'ida masjid, xonaqoh, madrasa bunyod etishadi. Va shu yerda hunarmandlar mahallasiga asos solishadi. Ortimda ko'rib turganingiz kichik masjid Shayx Mustafoqul Xoja taraflaridan aynan shu yerda va shu ko'rinishda bunyod etilgan. Lekin zamonlar o'tishi bilan masjid vayrona holga kelgan. Masjid ayniqsa 1947-yili Ashxobodda sodir bo'lgan zilziladan katta talofat ko'rgan. Yassaviy tariqatida xilvat, ya'ni atrof muhitdan uzilgan holatda yolg'iz Allohga yaqinlashish amaliyoti ma'qul ko'rilganligi uchun hududda chillaxona bunyod etilgan. Va u chillaxonadan Zangiota mahallasiga hamda Ko'kchadagi Shayx Zayniddin chillaxonasiga yer osti yo'llari bo'lgan. Toshkentning buyuk mashoyixlari Suzuk ota, Zangi ota, Cho'pon ota, Shayx Zayniddin bobo, Shayx Nuriddin Basir bir davrda yashashgan hamda o'zaro yaqin munosabatlarda bo'lishgan. Keyinchalik Shayx Mustafoqul Xoja 1217-yili Toshkentda vafot etadilar. Ashoblari tarafidan qurdirgan masjidlari yaqiniga dafn etiladilar va kichik maqbara bunyod etiladi. Bu maqbarada 5 kishi, Suzuk otaning ustozlari, Suzuk otaning o'zlari, Suzuk otaning ayollari hamda 2 farzandlari dafn etilgan. Shayxlarining qabridan biroz nariroqda oyoq tomonda Suzuk otaning 2 xalifalari Eshonzoda Shomil Hojigon hamda Qovus ota shahid buvalar dafn etilishgan. O'zining harbiy safarlaridan biridan oldin Sohibqiron Amir Temur Toshkent atrofiga qo'shin to'playdi. Aynan shu paytda o'zi bemor bo'lib qoladi va bir necha oy Toshkentda davolanishga majbur bo'ladi. Shu davr oralig'ida Amir Temur Toshkent va uning atrofidagi ko'plab masjid hamda maqbaralarni qayta qurishga farmon beradi. 1392-yili Sohibqiron Amir Temur buyrug'i asosida Suzuk ota qabri ustida mahobatli maqbara bunyod etiladi. Suzuk ota davrida qurilgan hamda uning shogirdlaridan biri Cho'pon ota nomi bilan atalib kelayotgan masjid Amir Temur nazdida kichik sanaladi hamda maqbaraning ro'parasiga ulkan masjid bino qildiradi. Hozirgi kunda bu masjid Amir Temur davridagi qismi saqlab qolingan va 2017-19-yillar davomida bo'lgan rekonstruksiya natijasida uning atrofi kengaytirilgan. Yaqinlargacha Amir Temur qurdirgan masjid Toshkentdagi eng katta gumbazga ega bo'lgan masjid sanalgan.